Hindistonning Gujarat shtatida ichimlik suvi quvurlariga kanalizatsiya suvi sizib chiqishi oqibatida kamida 133 kishi qorin tifi bilan kasallangani gumon qilinmoqda. Hozirda 45 nafar bemorga shifoxonalardan uyga javob berilgan, biroq 88 kishi davolanishni davom ettirmoqda. Mutaxassislarning aniqlashicha, yangi qurilgan ichimlik suvi tarmog'ida 21 ta sizib chiqish nuqtasi aniqlangan. E'tiborlisi, umumiy qiymati taxminan 30,5 million dollar bo'lgan ushbu loyiha doirasidagi ichimlik suvi quvurlari kanalizatsiya liniyalariga juda yaqin o'rnatilgan. Yuqori bosimli suv oqimi boshlanganda sifatsiz quvurlarda yoriqlar paydo bo'lgan va oqova suv ichimlik suviga aralashib ketgan deya tan oldi mahalliy rasmiylardan biri. Ma'lumot o'rnida ushbu hodisadan oldin qo'shni Madhya Pradesh shtatining Indor shahrida ham suv ifloslanishi oqibatida 16 kishi halok bo'lgan va 142 kishi shifoxonaga yotqizilgan edi. Rasmiylar aholiga faqat qaynatilgan suv ichishni tavsiya qilmoqda. Buyuk Britaniyada zararli taomlarni internetda reklama qilishni taqiqlovchi va televideniyadagi reklamani cheklovchi qonun kuchga kirdi. Ma'lum qilinishicha, bu choralar hukumatning ota-onalarga tarixdagi eng sog'lom bolalar avlodini tarbiyalashda yordam berish haqidagi va'dasini amalga oshirishga qaratilgan. Endilikda kamroq sog'lom ovqat reklamasini Britaniya televideniyasida faqat soat 21:00 dan keyin namoyish etishga ruxsat beriladi. Britaniya internet segmentida esa bunday e'lon va roliklarni ko'rsatish to'liq taqiqlanadi. Cheklovlar tarkibida shakar, yog' va tuz miqdori yuqori bo'lgan 13 toifadagi mahsulotlarga taalluqli. Jumladan ularga shakar qo'shilgan ichimliklar, chipslar, tuzlangan krakerlar, pechenyelar, makkajo'xori yormasi va boshqa tayyor nonushta mahsulotlari, popkorn, shokolad, saqich, muzqaymoq, shakarli pishiriqlar, pitsa hamda muzlatilgan taomlar kiradi. Shu bilan birga zararli ovqat ishlab chiqaruvchilar bolalar tomosha qiladigan vaqtda ham o'z brendlarini reklama qilish huquqini saqlab qoladi. Biroq bunda bevosita zararli mahsulotlar namoyish etilmasligi shart. Mahalliy kompaniyalarning aksariyati yangi talablarni oldindan bajarishga kirishgan. Yaponiyada yilning an'anaviy ilk auksionida yana bir narx rekordi o'rnatildi. Ko'k qanotli tuna balig'i bir necha million dollarga sotildi. Auksion Tokiodagi Toyosu Market bozorida bo'lib o'tdi. U 2018-yildan beri mamlakatning asosiy baliq bozori va mashhur Tsukiji Market davomchisi hisoblanadi. Qayd qilinishicha, og'irligi 243 kilogramm bo'lgan tuna balig'i taxminan 3.2 million dollarga sotildi. Savdo g'olibi Yaponiyada tuna qiroli deb ataladigan va sushi restoranlari tarmog'iga egalik qiladigan restorator Kiyoshi Kimura bo'ldi. Endi baliq tarmoq restoranlarida sushi va sashimi tayyorlash uchun ishlatiladi. Rekord narxga qaramay, ekspertlarning ta'kidlashicha, bunday bitimlar baliqning o'rtacha bozor qiymatini aks ettirmaydi, balki ramziy va reklama xarakteriga ega. Yaponiyada baliq auksionlari mamlakatning gastronomik va iqtisodiy madaniyatining muhim qismidir. Filippin vulqonshunoslik va seysmologiya instituti Mayon vulqoni bo'yicha ogohlantirish darajasini 5 bosqichli shkalada 3-darajaga ko'tardi. Bu magmaning vulqon ichida yuqoriga ko'tarilib, cho'qqida lava gumbazini hosil qilayotganini anglatadi. Filippinning markaziy qismida joylashgan Albay provinsiyasidagi Mayon vulqonida yaqin kunlar yoki haftalar ichida portlovchi faollik ehtimoli mavjud. Shu sababli aholidan vulqon atrofidagi 6 kilometrlik xavfli hududdan tashqarida bo'lish so'raldi. Vulqonshunoslik va seysmologiya instituti 6 kilometr radiusdagi taqiqlangan zonada istiqomat qiluvchilarni lava oqimi, toshlar qulashi va boshqa xavflar tufayli evakuatsiya qilishga chaqirgan. Shuningdek, institut fuqaro aviatsiyasi ma'muriyatidan uchuvchilarga Mayon vulqoni cho'qqisi yaqinida parvoz qilmaslik haqida ogohlantirish berishni so'ragan. Chunki to'satdan otilib chiqqan kul samolyotlar uchun jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. 2026-yil 1-yanvaridan buyon vulqonshunoslik va seysmologiya instituti 346 ta tosh qulashi va 4 ta vulqon zilzilasini qayd etgan. 2025-yil noyabr-dekabr oylarida esa 599 ta tosh qulagan. Ma'lumot o'rnida Mayon Filippindagi 22 ta faol vulqon orasida eng faollardan biri hisoblanadi. U so'nggi asrda 50 martadan ortiq otilgan.